Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan aynan kiberxavfsizlik nimaligi va kiberxavfsizlik xodimlari nima ish bilan shug'ullanish haqida gaplashib o'tamiz. Avvalo, kiberxavfsizlik nima? Xo'p, kiberxavfsizlik bu axborot tizimlarini, shaxsiy ma'lumotlarni va tarmoqlarni zararli hujumlar, o'g'rilik va buzilishlardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar. Ushbu sohani texnologik vositalar, jarayonlar va inson resurslarini birlashtiruvchi murakkab tizim sifatida tasavvur qilish mumkin. Ya'ni, sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Kiberxavfsizlik nima? Hozirgi kunda barcha ma'lumotlarimiz raqamli dunyoga kezib chiqib ketyapti. Ya'ni, siz foydalanadigan pul mablag'laringiz bo'ladimi, o'zing shaxsiy ma'lumotlaringiz, datalaringiz barchasi ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatilyapti. Ya'ni raqamli olamga ko'chyapti. Xo'p, raqamli olamga ko'chgandan keyin aynan mana shu raqamli olamdagi ma'lumotlaringizni xavfsizligini ta'minlash uchun qo'llaniladigan chora-tadbirlar to'plami bu kiberxavfsizlik deyiladi. Xo'p, demak, kiberxavfsizlik xodimlarining vazifasi nima? Demak, birinchisi ma'lumotlarni himoya qilish. Kiberxavfsizlik mutaxassislari kompaniya yoki tashkilotning ma'lumotlarini, jumladan mijozlar ma'lumotlari va biznes strategiyalarini himoya qilishni ustuvor vazifa deb bilishadi. Ya'ni eng birinchi vazifamiz aynan bugundan boshlab sizning ham bu eng birinchi vazifangiz sanaladi, chunki aynan bu kursni boshlab siz kiberxavfsizlik mutaxassisi bo'lishga qaror qildingiz. Demak, ma'lumotlarni himoya qilish bu istalgan kompaniya yoki tashkilot bo'lishi mumkin. Uni tarmoqda aylanayotgan barcha ma'lumotlarni himoya qilish sizning zimmangizga tushadi. Ya'ni sizda veb-sayt bo'ladigan bo'lsa va u xizmat ko'rsatish sohasida bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mijoz ma'lumotlarini ham himoya qilish aynan sizning zimmangizda bo'ladi. Xo'p, xavflarni aniqlash. Xavflarni aniqlashda endi ular tizimdagi zaifliklarni aniqlab, kiber hujumlardan himoya qilish uchun xavfsizlik devorlari, antivirus dasturlari va boshqa xavfsizlik vositalaridan foydalanadi. Ya'ni siz turgan joyingizda qanaqa xavflar bo'lishi mumkin yoki qanaqa xavflar bizga xavf solayotganligini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda o'sha veb-saytlar bo'ladigan bo'lsa, ularga mana bu yerda ham aytib o'tilgan firewalllar qo'yishimiz mumkin yoki tizim bo'ladigan bo'lsa, antivirus dasturlaridan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, undan keyingisi favqulodda vaziyatlarga javob. Agar hujum sodir bo'lsa, ular tezda muammoni hal qilishadi. Ma'lumotlarni tiklash, zararli dasturlarni o'chirish va zararni kamaytirish orqali. Ya'ni siz ishlayotgan jarayoningizda, aynan biz ishlayotgan jarayonda hujum amalga oshib va u hujum muvaffaqiyatli bo'lsa va bizni tizimimizga buzib kirilsa, bizning vazifamiz o'sha jarayonda juda tez reaksiya bildirib, ya'ni hujum orqali ko'p ma'lumotlarimiz chiqib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni bunda o'sha zararli dasturlarni yo'qotishimiz mumkin, zararni kamaytirish, ma'lumotlar sizib chiqmasligi uchun ba'zan serverni o'chirish kabi choralarni ham ko'rishimiz mumkin. Aynan kiberxavfsizlikda bitta yo'nalish bor, threat intelligence deydi, ya'ni tahdid tahlilchisi. Yuqorida ham aytib o'tdim, xavflarni aniqlash shunga o'xshash bitta yo'nalish. Unda mana shunaqa xavflar bo'lganda qanaqa chora ko'rilishi kerakligi haqida o'ylashadigan xodimlar ishlashadi. Ya'ni u xodimlarning vazifasi agarda ushbu hujum kuzatilsa, mana bu dastur orqali unga javob beramiz kabi shunaqa dasturlar, strategiyalarni tuzish bilan shug'ullanadi. Xo'p, undan keyin xodimlarni o'qitish. Xo'p, shu joyda bitta fakt bilan bo'lishib ketaman. Aynan kiberxavfsizlik olamida kiber hujumlarning 90% muvaffaqiyati insonlarning xatosiga asoslangan bo'ladi. Ya'ni 10 ta inson ma'lumotini yo'qotsa, bularning 9 tasi aynan o'zi aybdor bunga. E'tiborsizlik sabab mana shunaqa bo'lgan. Shu sabab ham kompaniyalarda xodimlarni o'qitish muhim amaliyot sanaladi. Bu yerda xodimlar xavfsizlik amaliyotlari, masalan, phishing hujumlaridan qochish haqida o'qitish juda muhim. Chunki ko'plab xavfsizlik buzilishlari inson xatolaridan kelib chiqadi. Ya'ni yuqorida aytgan gaplarim. Ya'ni kompaniyadagi barcha tizim, dasturlar xavfsizlik darajasi ancha yaxshi bo'lsa, hujumchilar aynan xodimlarni nishonga olishadi. Bunda phishing, social engineering hujumlaridan foydalangan holda o'sha xodimlardan ma'lumot olishga, ularning akkauntlari orqali kompaniyaga kirishga harakat qilishadi. Mana shu jarayonda aynan har bir kompaniya xodimlari o'qitilishi kerak. Ularda kiber xavfsizlik bo'yicha tushunchalar bo'lishi shart. Xo'p, standartlarga rioya qilish. Endi bu yerda tashkilotlararo xalqaro kiber xavfsizlik standartlariga rioya qilishlari kerak. Chunki bu huquqiy muvofiqlikni ta'minlash va ularning obro'sini saqlash uchun zarur. Ya'ni bunda aynan ko'zimiz tushgan veb-saytlarga kirganimizda ular bizning ma'lumotlarimizdan foydalanish bo'yicha privacy policy chiqarishadi. Aynan mana shuni ham
o'sha kiber xavfsizlik xodimlari tuzib chiqishadi va ular xalqaro standartlarga javob berish kerak. Misol uchun GDPR bo'lishi mumkin. Bu o'sha Yevropadagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligini himoya qiluvchi qonun. Mana shunaqa qonunlarga asoslangan holda siz va bizning ma'lumotlarimizdan foydalanishligi haqida aytib o'tiladi. Xo'p, nimaga bu muhim? Ya'ni bu soha nimaga muhim? Kiber xavfsizlik sohasining ahamiyati katta, chunki har yili kiber hujumlar orqali millionlab dollarlik zararlar kelib chiqadi va 2023-yilda global kiber jinoyatlar iqtisodiyoti 8 trillion dollardan ortiq bo'ldi. Statistikalar shuni ko'rsatadiki, xavfsizlik buzilishlarining 90% dan ortig'i inson xatolaridan kelib chiqadi. Bu esa xodimlarni o'qitish ahamiyatini oshiradi. Kiber xavfsizlik nafaqat ma'lumotlarni himoya qiladi, balki biznesning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ham ta'minlab beradi. Aynan 2024-yilda global kiber xavfsizlik bozorida 200 milliard dollarga yetishi kutilayotgan edi va bu tasdiqlandi. Demak, aynan kiber xavfsizlik nimaga muhim deganda, avvalo bu sizni birinchi navbatda o'zingizni xavfsizligingiz, ya'ni kiber olamdagi xavfsizligingizni ta'minlash uchun ham bu sohani bilishingiz kerak. Undan keyin sizning yaqinlaringiz, ya'ni siz atrofingizda yig'ilgan 20-30 kishini doimiy tarzda fikr almashish orqali ularda kiber o'yin shakllanib boradi va mana bu 90% orasiga tushib qolmaslik ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Hozirgi kunda har soniyasiga 30 tadan 50 tagacha kiber hujumlar amalga oshirilib kelyapti. Ya'ni har soniyasida bu juda katta ko'rsatkich butun dunyo bo'ylab. Demak, kiber xavfsizlik xodimlariga talab juda oshib bormoqda. Ya'ni nafaqat O'zbekistonda, birgina Yevropaning o'zida millionlab kiber xavfsizlik bilan vakansiyalar ochiq tarzda kutib turibdi. Demak, umuman kiber xavfsizlik va xodimlarni nima qilishi, bu sohani qay darajada muhimligi haqida gaplashib o'tdik. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha